Suv xo'jaligi obyektlari xavfsizligini va suvdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasiga uskuna va jihozlarni rasmiy topshirish marosimi bo'lib o'tdi. 160 ta Hansen Flex plansheti, printerlar va kompyuterlar O'zbekistonda suv resurslarini boshqarish milliy loyihasi doirasida xarid qilingan. Planshetlar inspektorlarga qoidabuzarlikni tez aniqlashga yordam beradi. Suvdan xo'jasizlarcha foydalanish, suv obyektlarining holatiga ta'sir etuvchi ishlarni o'zboshimchalik bilan bajarish, suv olish limitlarini buzish va boshqa holatlarni tezkorlik bilan foto va videoga olish imkoni bo'ladi. 2022-yildan E-ma'muriy ish tizimi joriy etildi. Bu orqali shaxsni aniqlash, ma'muriy bayonnoma tuzish va huquqbuzarlikni ko'rib chiqish uchun o'z rahbariga yuborish mumkin. Planshetlar yordamida inspektorlar real vaqt rejimida hujjat, foto, video va audio fayllarni yuborishi mumkin. Inspeksiya faoliyatining raqamlashtirilishi suv resurslarini himoya qilishda samaradorlik va shaffoflikni ta'minlaydi. Suv resurslari xavfsizligi zamonaviy texnologiyalar bilan birgalikda